Assalomu alaykum Tianchen kompaniyasining obunachilari. Biz Tianchen kompaniyasi sizlarga kichik bir eslatma berib o'tmoqchimiz. Yaqinda Xinjiang Jin Tianchen qishloq xo'jaligi mashinalar va uskunalar kompaniyasi savdo belgisi buzilganligi va adolatsiz raqobatlashganligi uchun fuqarolik javobgarligiga tortilishi sud tomonidan belgilangan. Gansu viloyati Oliy xalq sudi 2025-yil Ganjmin fuqarolik 6-sonli sudi qarorini Ganjmin Xinjiang Jin Tianchen qishloq xo'jaligi mashinalar va uskunalar kompaniyasi ish bo'yicha zudlik bilan Jin Tianchen nomini do'kon tovarlari qadoqlashda, xodimlarning kiyim-kechak vizitkalaridan va onlayn platformalarda va hokazolarda ishlatishni darhol to'xtatishni buyurdi. Amaliy xatti-harakatlar Xinjiang Jin Tianchen qishloq xo'jaligi mashinalar va uskunalar kompaniyasi Tianchen so'zlari bilan kompaniya nomidan foydalanishni darhol to'xtatdi va ushbu qaror qabul qilingan kundan boshlab 30 kun ichida kompaniya nomini o'zgartirish tartib-qoidalaridan o'tdi. O'zgartirilgan kompaniya nomida Tianchen va Tianchen belgilari bo'lmasligi kerak. Xinjiang Jin Tianchen qishloq xo'jaligi mashinalar va uskunalar kompaniyasi buyuradi. Agarda Xinjiang Jin Tianchen qishloq xo'jaligi mashinalar va uskunalar kompaniyasini savdo belgisini buzganligi va adolatsiz raqobatlashganligi uchun iqtisodiy yo'qotishlar uchun kompaniya huquqini buzgan kundan boshlab 10 kun ichida 1.100.000 yuanga teng o'rtacha huquqlarni himoya qilish xarajatlarini qoplab berishligi zarur.